Koordinatali sistemasi mavzusiga oid quyidagi masalani ko'rib o'tamiz. Bizga to'g'ri burchakli Descartes koordinatali sistemasida A, B, C, D to'g'ri burchak berilgan. Uni C va D uchlaridan y barobar x taqsim 2 va y barobar 2x to'g'ri o'tadi. Agar bu yerda B nuqtani koordinatasi 12 0 bo'lsa, A, B, C, D to'g'ri burchakni yuzini qiymatini topishimiz so'ralgan. Buning uchun quyidagi xossani biz bu yerda tushunishimiz kerak. Ya'ni y teng kx plus l to'g'ri deylik, uni grafigi, to'g'ri grafik mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda k ni qiymati shu to'g'ri ox ni musbat yo'nalish bilan hosil qilgan burchakni tangensi bilan tenglanar edi. Ya'ni k ni qiymati bu yerda tangens alfaga teng chiqar edi. Berilgan masalamizda d uchidan o'tuvchi to'g'ri burchak koeffitsiyenti 2, ya'ni mana shu yerda k ni qiymati 2 bo'lyapti. Uni qiymatini ham tangens alfa bilan bog'laydigan bo'lsak, bu yerdagi d OA burchakni tangensini qiymati 2 ga teng chiqyapti. Tangens alfa teng 2. Demak, tangensni tarifiga ko'ra OAD to'g'ri burchakli uchburchakda qarshidagi katetni, ya'ni AD katetni AO katetga nisbati 2 berish kerak. Demak, AD tomonining uzunligini 2A deb, AO tomonining uzunligini A deb belgilashimiz mumkin. Shu yerda shu burchakda tangensni qiymati 2 ni beradi. Endi ikkinchi chiziqqa e'tibor beradigan bo'lsak, y teng x taqsim 2, uni k sini qiymati, mana bu k1 deb oladigan bo'lsak, uni burchak koeffitsiyentining qiymati 1 taqsim 2 bo'lyapti. Ya'ni u bilan ox orasidagi burchak beta deb olinsa, shu yerda tangens betaning javobi 1 taqsim 2 bo'lishi uchun qarshidagi katetning uzunligini qiymatini 2a ligi mana bor, 2a parallel ko'chadi bu yerga. Javob 1 taqsim 2 chiqish uchun yopishgan katetning qiymati undan 2 marta katta, ya'ni 4a ni berish kerak. U holda orada a b kesma uchun 3a qolyapti. Barcha uzunlik o dan b gacha bo'lgan uzunlik 4a, b ni koordinatasi 12 ga tenglanadi. Bu yerdan a ni topadigan bo'lsak, 3 chiqyapti. A, B, C, D to'g'ri burchakning yuzini a bilan ifodalab javob olamiz. Demak, s teng 2a ni ko'paytiramiz 3a ga. Javob 6a kvadrat. A ni o'rniga 3 ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, 6 kara 9. Shunda 54 ga teng chiqar ekan. Demak, D javob olinadi.